Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kundalik tutamiz. Oddiygina kundalik. Shunchaki fikrlarimizni yozish uchun. Pastda qalamcha bilan daftarchani rasmi bor. O'shani shunday bosasiz va yozasiz. Kirib sana va fikringizni, g'oya nima bo'lishidan qat'iy nazar oddiy kundalik bu. Ketma-ketlik juda ham ko'p. Qo'shimcha biror narsa qo'shmoqchisiz, qo'shasiz. Endi bu kundaligimizga chiroyli qilib bezak beramiz. Stikerlar qo'shish imkoniyatimiz bor. Misol uchun shuni qo'ydim, men shuni tanladim. Yuqorida rasm qo'shish imkonimiz ham bor. O'zida galereyangizdan skachat qilingan rasmlarni qo'yish uchun bu. Bu yer esa Notion'da o'zining galereyasi. Bu yer esa internet tarmog'idagi minimalizm. Kundaligingiz tayyor.